O'zbek bolasi butun dunyoni yig'latdi. Sababi O'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvida O'zbekiston mag'lubiyatga uchragandan keyin o'zbekistonlik yosh muxlis barchani ko'z o'ngida O'zbekistonning mag'lubiyatga chiday olmasdan yig'lab yubordi va uning atrofida turgan kolumbiyalik futbol muxlislari u bolani yupatishga urindi. Ular "Sen yutding, O'zbekiston, O'zbekiston" deb baqirib u bolani yupatdi. Shu videoga ko'plab blogerlar va san'atkorlar o'z fikrini bildirdi. Ular qatori Jahongir Foziljonov ham shu videoni chiqardi. O'rtoqlar, har xil videolar chiqyapti, ko'ryapsizlar, bitta yosh bolakay yig'lab o'tiribdi stadionda. Qaranglar-de. Ko'rdinglarmi? Qo'ydim hozir istoriyadan. Mana bolakay yig'lab o'tiribdi-da, O'zbekiston yutqizganiga yig'lab o'tiribdi. Shu bolani yig'lamaslik uchun, ko'nglini ko'tarish uchun kolumbiychilar atrofidagilar, "Yo, sizlar yutdinglar. O'zbekiston, O'zbekiston" deb baqiryapti, ko'rdinglarmi? Uzbekistan! 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 Qaranglar, yosh bola qanday harakati bilan bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekiston deb baqirtirdi shularni, ko'rdinglarmi? Kolumbiychilarni O'zbekiston deb baqirtirdi. Lekin o'tda o'sha kolumbiychilarni e'tiborliligi, odamiyligini ko'rsatib turibdi-da. O'zimizni ichimizdan bir ikkitalar chiqib olib bilardik, yutqizishinglarni, manu deganlarga bu namuna bo'lsin sizlarga. Namuna bo'lsin. O'sha sizlarning ham pasportinglarda O'zbekiston fuqarosi deb yozilgan. O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, o'rtoqlar. Qo'llab-quvvatlaymiz, biz sizlar bilan birgamiz, o'rtoqlar. Faqat sizlar bilan birga oxirigacha.